Ko'chat ekish ishlari atrof muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Daraxtlar havodagi zararli gazlar va changlarni yutib, kislorod ajratadi. Natijada havoning sifati yaxshilanib, turli xil nafas yo'li kasalliklarining oldi olinadi. Ayniqsa iqlimi issiq bo'lgan Surxondaryo sharoitida daraxtzorlar mikroiqlimni me'yorlashtirib, havo haroratini pasaytirishga xizmat qiladi. Afg'on shamoli fasl tanlamaydi. Qishmi, yozmi, bahormi, to'satdan kuzatiladigan shamol butun Termiz shahri, Termiz tumani, Angor, Muzrabot va Jarqo'rg'on tumanlarining ayrim hududlarini butunlay chang bilan qoplaydi. Bu tabiiy hodisani butunlay to'xtatishning imkoni yo'q. Ammo chang yo'liga mana bu kabi daraxt va butalarni ekish orqali uning zararli ta'sirini kamaytirish mumkin. Shu tufayli ham bugun Termiz davlat pedagogika instituti tomonidan ushbu institutga ajratilgan 3 gektarlik yer maydoniga qariyb 6000 tubdan ortiq turli xil mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Bundan ko'zlangan yagona maqsad esa afg'on shamolining zararli ta'sirini kamaytirish, shu bilan birgalikda ekologik barqarorlikni ta'minlashdir. Shuningdek, ekilgan ko'chatlar tuproq unumdorligini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Daraxt ildizlari yer qatlamini mustahkamlab, sho'rlanish va eroziya jarayonlarini kamaytiradi. Mana bugun erta tongdan Termiz davlat pedagogika instituti professor o'qituvchilari, ish xodimlari, ko'ngilli volontyor yoshlar ishtirokida Angor tumanida institutimizga biriktirilgan joyda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish tadbiri bo'lib o'tyapti. Bunda 6000 dan oshiq mevali manzarali ko'chatlar ekdik. Har bitta viloyatning o'ziga xos xususiyatlari bor. Bizda muntazam ravishda Afg'on shamoli deb nomlangan o'ziga xos shamol bo'lib turadi. Ushbu shamolni bilan birga chang yerdan ko'tarilib, bu fuqarolarimizga o'zining ta'sirini o'tkazadi. Mana shunaqangi bir salbiy ta'sirlarni oldini olish uchun biz shunaqangi mevali manzarali daraxtlar eksak, albatta kelajakda mana shu chang to'zonlari va ob-havomizni yaxshi bo'lishiga bu o'zini hissasini qo'shadi. Ko'chat ekish ishlari ilmiy yondashuvlar asosida amalga oshirilmoqda. Olimlar va mutaxassislar bilan maslahatlashilib, hududning tuproq iqlim sharoitiga mos, samarali va chidamli daraxt turlari tanlandi. Ko'chat ekishda ham o'zgarish tartib qoidalari bor. Avvalambor hududidan kelib chiqib, daraxtni yaxshi unish uchun, yaxshi o'sish uchun mutaxassislardan so'ragan holda archa ko'chatini ekamiz. Archa ko'chatini ekish jarayonida bunda tuproq, asosan tagida shag'al toshlar tashlaganimiz sababi qum bilan tuproq aralashib ketishini oldini va archani o'sib olish uchun kerakli minerallarga boy bo'lgan tuproqni saqlab qolish uchun bu usuldan qo'llab ekyapmiz. Avvalambor bu qilinayotgan ishlar har biri ekologiyaga, atrof muhitga bo'lgan e'tiborlar, ya'ni atrof muhitni yaxshilashga bo'lgan tadbirlardan biri hisoblanadi. Vohada olib borilayotgan bahorgi ko'chat ekish ishlari ekologik muammolarning oldini olish, yashil hududlarni kengaytirish va kelajak avlod uchun musaffo tabiiy merosni qoldirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Surxondaryo.